Rahmat uchun ishlamasligimiz kerak menimcha bundan keyin. Juda bir ajoyib holat bo'ldi bugun. Yaqinda bir kishi chiqdi. Aka, mana shu odam sizni tavsiya qildi, iltimos bir yordam bering deb. O'sha aytilgan ism uchun biz u kishiga tekinga so'ragan yordamlarni berdik. Ya'ni sug'urta kompaniya bilan muammoga duch kelgan, shartnomalarda muammoli joylari bor ekan, o'sha joylarni o'rganib, uni qanaqa o'zgartirsa u kishiga plyusga ishlaydigan, minusga ishlamaydigan bo'ladi deb tushuntirib berdik. Xuddi shu narsani qiluvdilar. Endi bugun chiqdilar, o'sha shartnoma bo'yicha yana qo'shimcha muammo bo'lyapti. Shunga yordam bering dedilar. Bo'pti aka, yordam beramiz. Endi o'zingiz to'g'ri tushunasiz. O'tgan safar mana bunaqa yordam berdik qo'ldan kelgancha. O'zingiz bilasiz, bir joyga yuridik maslahat so'rab borsangiz ham vaziyat qanaqaligini. Endi shuning uchun deb shunday sekin tushuntirib boshlasak, shunaqa holat o'zi bo'lganmi tajribangizda deb so'radim. Ha, bo'lgan shunaqa holat. Yordam bera olganmiz. Ha, yordam bera olganmiz. Yordam bera olmaganlaringiz bormi? Hozircha yo'q. Siz birinchisi bo'lishingiz ham mumkin. Chunki natija bizdan emas, biz qo'limizdan kelgan hamma narsani qilib beryapmiz. Shu paytgacha hammasida natija bo'lib kelyapti deb tushuntirsak, unaqa bo'pti mayli deb telefonni qo'yib qo'yapti. Mana shu qilingan holat, mana shu qilingan ish to'g'ri bo'lyaptimi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni izohda qoldiringizlar, kutaman. Rahmat hammaga.